Vatan muhabbati bu muqaddas burch mavzusida. Yurtni sevish, mahallani yaxshi ko'rish, vatanni yaxshi ko'rish, hammamiz yurtimizni tug'ilib o'sgan, katta bo'lgan joyimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Oila, ota-ona, o'sha mahalla, ko'y, shahar, zamin, katta bir zaminda, katta bir shaharda tursangiz ham bir qishlog'ingizni sog'inasiz. Alloh shuni insonni qalbiga shunday hisob qo'yar ekanda, bu ilohiy bu. Bu yurtini o'ylamaydigan, mahallasi esiga kelmaydigan, xohlagan yurtda yashab o'sha joy ko'rib zo'r ekan deb yuradigan odamda iymoni zaif bu odammi? Mana onalarimiz qishloqda, Alloh umrlari uzoq bo'lsin, meni onam 84 ga chiqdilar. Uylarni yaxshi ko'rarlar. Shaharga keldik, mendan keyin ukam ham keldi, ikki kishi yerdan keling desa yo'q kelmaylardi. Eshon buva o'tganlar, buvamiz katta, shu kishini hidlari kelib turadi deb kelmaylar o'sha joydan-da. Ziyorat qilgani, xizmatlarini qilgani har shanba bozor boraman, bilinmaydi menga ham. Borib kelaveraman, shanba ketib, dushanba kelaveraman. Qiyinchilik bilinmaydi, ketish juda ham oson ketaman-da. Shunday Alloh insonga ota-onaga muhabbat bo'lsa, mahallasiga, vataniga muhabbat bo'lsa, qiyinchiliklar bilinmaydi. Alloh insoniyatga ato etgan eng oliy ne'matlardan bu vatan bu-da. Zero inson o'z vatanida tinch bo'ladi-da. Osuda yashaydi, baxtli bo'ladi, xotirjam holatda yashaydi. Bir joyga borsang, baribir 40 yil yashasangiz ham falonchi kelgin deydi-da, o'sha falonchi deydi-da. Jamiyatga manfaati tegadigan komil inson bo'lib yetishlik ham, farovon hayot kechirish ham, bularning barchasi bebaho ne'mat bu. Allohning bu ulug' ne'mati bu. Qur'oni Karim hadis shariflarda vatan va unga munosabat qanday bo'lishligi kerakligi haqida ko'rsatmalar berilgan. Yaxshi ko'rish, vatanni sevish to'g'risida. Niso surasida. Ilgarigi yahudiylarga Alloh taolo amr qilyapti. Agar deyapti, biz ularga deyapti, jazo tariqasida o'zlaringizni o'ldiring yoki yurtingizdan chiqib keting deb buyurganimizda oz qismidan boshqasi uni qilmagan bo'lar edilar deyapti. Yo vatanni tashlab chiqib ketish kerak yoki o'zingizni o'ldiring deb buyruq bersak, hamma qila olmaydi dedi. O'lim bilan teng kelyapti oyatda Alloh taolo. Vatanni tashlab boshqa joyga chiqish ham o'lim ekanda bu. Inson uchun o'lim ekan. Alloh Qur'onda Niso surasi shuni marhamat qildi. Imom Faxriddin Rozi rahmatullohi alayh mazkur oyatda tafsirida Alloh taolo vatandan ayrilishni inson o'zini o'zi o'ldirishga tenglashtirildi deganlar. O'zini o'zi o'ldirgani yaxshi. Vatanini tashlab boshqa vatanga ketib. Bobolarimiz shunday bo'lgan, vatanni tashlamagan. Mana shunday bo'lish kerak. Vatanni shunday sevish kerak. Demak, tarozoni bir pallasida jondan ajralish og'irligi tursa, ikkinchi keyingi pallasida unga barobar vatandan ayriliq turar ekanda. Boshqa joyda yashasam o'lim ekanda. Islom tarixidan ma'lum Rasululloh alayhissalatu vassalam o'z vatanlari Makka-i Mukarramani yaxshi ko'rardilar-da. Vatanini yaxshi ko'rish sunnat, Rasulullohdan sunnat. Tug'ilgan joyini yaxshi ko'rish sunnat, Rasulullohdan. U zot Alloh taologa iymon keltirishga da'vat qila boshlaganlaridan so'ng Makka mushriklarini zulmlari haddan oshib ketdi-yu. 40 yoshlarigacha savdogar bo'ldilar, tijoratchi bo'ldilar. Xadicha onani hamma dunyosi Rasulullohning qo'liga tegdi. Qayerda yashasa xohlagan joyda yashardi-yu. Dunyo yetarligidir. Toif, Shom, Iroq eng gullagan mamlakatlarga borib, tijoratga borib, Makkaga mol olib keldilar-ku. Shu joylarga borib bir joy qilib yashab tursa bo'lardi-yu, dunyo bor edi. Yo'q, yashamadilar-yu. O'sha Makkada yashadilar. Makkani mushriklari zulmdan haddan oshib o'ldiramiz deguncha turdilar. Dunyosi bo'lganda ham boshqa shahardan joy qilmadi. Hozir ozgina dunyo topgan odam boshqa joy havas qilib ketib qolyapti. Ota-ona, bobo, momolariga behurmatlik bu. Ota-bobolarni hurmat qilgan odam qimirlamaydi, shu joyda turadi har qanday holatda. Payg'ambarimiz alayhissalom majbur bo'lmaganlarda chiqmasdilar-da. Hammamizga bu sunnat. Ozgina pul topsak, falon joy sharoiti zo'r, o'sha joyda yashay deb ketib qolyapmiz-ku. Boshqa joy havas qilib qo'yapti farzandlarimiz. Yo'q. Shu mahallamiz, shahrimizni, vatanimizni farzandlarimizga
muhabbatli qilib tarbiyalaylik. Biz ozgina tarbiyada adashib turibmiz. O'sha joylarni maqtaymiz, "Vo, sharoiti zo'r ekan, bunaqa ekan, bunaqa ekan." Yo'q. Siz bilan bizning sharoitimiz zo'r. Siz bilan bizning odobi, axloqimiz, urf-u odatimiz go'zal. Ota-bobolarimiz shu joyda shunday urf-u odat qilib dunyo tanigan. Dunyoga dars bergan. Mana shunday joydamiz. Siz bilan bizning yurtimiz shunday tabarruk zamin. Boshqa joyga havas qilma bolam, boshqa joyga orzu qilma bolam deb tarbiya berib borish kerak edi hozir. Makka-i Mukarramaga borib, hajga borib, umraga borganlarga ham duo qildi Hazrat Ibrohim borib qaytib ketsin deb. Shu joyga kelib tabarruk ulug' joy shu yerda qolsin yo Alloh deb duo qilmadi-yu. Borib yurtiga borsin, ibodat qilib, yana qaytib kelaversin deb. Masabatan degani qaytib borib yana qaytib kelish degani-da. Masabatan linnas deydi Qur'onda Alloh. Baqara surasida. Alloh Ka'bani siz bilan bizga sog'inib boramizda ibodat qilib, haj umrani qilib yana qaytib yurtimizga kelish masaba deydi shuni. Payg'ambarimiz alayhisalom chiqish vaqtlarini bir eslaylik. Makkani tashlab ko'zlarida yosh oldilar, yig'ladilar-da. Qattiq yig'ladilar. O'lim turibdi. Shuning uchun Alloh buyurdi: "Ey Habibim, turing o'rningizdan. Sizni saqlaganim shu o'rningizga Hazrati Alini yotqizing. Eshigingiz tagida, darvozangiz oldida 12 ta pahlavon turibdi nayza bilan sizni kirib o'ldiradi. Siz dinni yetkazishingiz kerak. Bu din dunyoga tanilishi kerak. Zamon oxirgi din bu. Alloh aytdi, chiqing, qo'rqmang. Ular uxlab yotibdi. Chiqsalar hammasi uxlab yotibdi-da. Hech nimani sezmaydi. Shularni oldida o'tib chiqib ketdilar-da. Yig'lagan ekanlar, ko'zlarida yosh olib, ko'ngillari bo'shab, Makkaga qarab shu duoni qilganlar. Ey Makka, sen men uchun qanday ham sevimlisan. Sen muncha ham yaxshi ko'raman debdilar-da. Seni juda yaxshi ko'raman ey Makka. Va eng yoqimli shaharsan menga. Sandaqangi shahar ko'rmaganman. Dunyoni ko'rdilar-yu, tijorat qilib. Agar qavmim meni sendan chiqishga majbur qilmaganlarida edi, o'ldiraman demaganda edi debdilar-da. Sendan boshqa joyda yashamas edim degan ekanlar. Madinaga kelganlarida chetolmasdan duo qilgan ekanlar-da. Sahobalar ham o'rganisha olmadi birinchi. Siz bilan biz boshqa bir joyga bo'lsak zo'r ekan deymiz, maza qildim deymiz. Sahobalar boshlari og'rib qolib shunda Payg'ambarimiz alayhisalom duo qilgan Madinaga borib, "Ey Alloh, bizga Madinani xuddi Makkani suydirganingdek yoki undan da ziyodaroq suydirgin" deb duo qildilar oxiri. U zotni ushbu duolaridan ham ona vatanlari Makka shahrini qanchalik yaxshi ko'rganlari ma'lum. Makkani tilga oldilar-da. Makkani qanday yaxshi ko'rgan bo'lsak, Allohim Madinani ham shunday yaxshi ko'rib qolaylik deb duo qildilar-da. Muhtaram azizlar, yurtimizni sevsak, ota-onamizni sevamiz. Yurtini, mahallasini, shahrini sevmagan odam ota-onasini tashlab boshqa joyda yashab yuribdi hozir. Boshqa mamlakatda, Yevropada yuribdi, ota-ona bu yerda. Ota-onani yaxshi ko'rmaydi-da. Vatanini yaxshi ko'rmagan odam ota-onasini ham yaxshi ko'rmay qolar ekan-da oxiri. Vatanni sevish mana oilani sevar, bola chaqasini tashlab ketganlar bor. Eng birinchi o'rinda shu mahallamiz, shahrimizni yaxshi ko'rsak, oilamiz yaxshi ko'rib qolar ekanmiz. Bir ketsak ham zarurat bo'lib yana qaytib kelamiz. Ota-onamizni yaxshi ko'rib xizmatini qilgimiz keladi. Shuning uchun mana 14-yanvar yurtimizda Vatan himoyachilar kuni, vatanimizni himoya qilishimiz kerak-da. Farzandlarimizga himoya qilishni o'rgatishimiz kerak. Shunda ota-onasini himoya qiladi, oilasini himoya qiladi. Bo'lsa tashlab ketaveradi. Qayerda rohat bo'lsa o'sha yerda yashayveradi. Dar haqiqat vatan muqaddas makon bu. Hammaga o'zi vatani muqaddas makon. Uni himoya qilish, dushmandan asrash, ravnaqi farovonligi yo'lida xizmat qilish har bir insonni muqaddas burch hisoblanadi. Hammamiz burchimiz. Hammamiz zimmamizdagi vazifamiz. Vatan sarhadlari daxlsizligini ta'minlash, yurt sha'ni, obro' nomusini ko'z qorachig'idek asrab avaylash shu zaminda yashayotgan har bir iymonli, e'tiqodli, ixlosli farzandni muqaddas burchidir. Shuni alohida ta'kidlash zarur, tinchlikni saqlash, mustahkamligini mustahkamlash, yurtimiz barqarorligi, xavfsizligini ta'minlashda milliy armiyamizni alohida o'rni bor. Shularni haqqiga duo qilishimiz kerak. Tinch, omon bo'lsin, sog' salomat bo'lsin deb. Bugungi kunda vatan himoyasi faqat harbiy qurollar bilan emas, balki bilim bilan,
ta'lim bilan, mana tarbiya bilan ekanda. Turli axborot xurujlariga qarshi turish bilan chaqiryapti va boshqa joylarga farzandlarini eshitib ketib qolyapti. Buning uchun farzandlarimizni bilimli qilib tarbiyalashimiz kerak. Ilmli qilib tarbiyalashimiz kerak. Chet mamlakatga o'qishga borishdan oldin bu joyda e'tiqod, iymon, ixlos, dinimizni yaxshi o'rganib borsin. Siz bilan bizning mazhabimiz, fiqhiy masalalarimiz yaxshi bilib borsin. Bo'lmasa adashib qoladi. Noto'g'ri yo'lga kirib qoladi har qanday joyga borsa. Hozirgi davrda sharoitda yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatayotgan turli ma'naviy tahdidlar, xususan internet makonida tarqalayotgan soxta g'oyalar orqali ishontirishga qaratilgan axborotlar hamda yolg'on diniy da'vatlar ta'siriga tushib qolishlardan yoshlar farzandlarini asrashimiz kerak. Chin musulmon kishi har ishda sabrli bo'ladi. Sabrli, qiyinchilik bor endi. Qiyinchilikka sabr qilishimiz kerak. Mulohazali bo'lish kerak. Og'ir bo'lish kerak. Bosiq bo'lishlik zarur endi. Ayniqsa chet davlatlarda turib yurtimizga tosh otayotganlarga nisbatan o'ta hushyor bo'lishimiz kerak. Farzandlarimiz qiziqib ketib qolmasin shu joyda oson ekan, yengil ekan deb. Ularni ijtimoiy tarmoqlardagi haqiqatga zid qarashlariga hattoki oddiy like bosish bor-ku, shuni ham qilmaslik kerak. Shuni bosib ketib qolishi mumkin-da, qalbiga bir his tuyg'u bo'lib, vatanga unib ulg'aygan ona yurtga nisbatan noinsofligida bu hamda xiyonat bo'lib qoladi. Ularni to'g'ri deb like ham bosmasin. Vatanni sevish, uni ardoqlash go'zal xislatlardan bu. Dinimizda hamma dinda yurtini, vatanini yaxshi ko'rish go'zal axloq bu.